Assalomu alaykum azizlar. Bugun mana bir yaxshi xursandchilik kun. Shu narsani sizlar bilan bo'lishmoqchi bo'ldim. Shu sababli mazkur video tasvirni olishga qaror qildim. Ya'ni mana yonimda turgan amaki jiyanlar joriy yil 19-iyul kuni Jinoyat kodeksining 273-moddasi 5-qismi bilan gumonlanib ehtiyot chorasiz qamoq tanlangan edi, qamoqqa olingan edi. Shu paytgacha birinchi sonli tergov xonasida saqlandi. Mana bugungi kunga qadar o'zimizni vajdani keltirdik, aybsizligimizni isbotlashga harakat qildik, sababiyatini qildik. Allohning fazli bilan mana bugun mana shu yonimizda turgan Tursunboyev Asad aka bilan Ikromi Shahzod, ular radnoy amaki jiyan bo'lib, mana Allohning fazli marhamati bilan bugun oqlanib, aybsizligi isbotlanib, mana bugun hozir Chilonzor tuman ichki ishlar boshqarmasidan qo'yib yuborishdi. Haqiqat bor ekanmi? Rahmat. Sog' bo'linglar.